Men Abduqodirov Askarjon Abduazimoğlu 1996-yil Andijon viloyati Izboskan tumanida tavallud topganman. 2021-yil Toshkent davlat agrar universitetining o'simliklar va qishloq xo'jaligi mahsulotlari karantini yo'nalishini tamomlaganman. O'zbekiston Respublikasi O'simliklar karantini va himoyasi agentligida Andijon viloyati boshqarmasida tashqi karantin bo'lim boshlig'i lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Kasbim bilan faxrlanaman. Men qishloqda tug'ilganman. Otam bog'bon va meva sabzavot mahsulotlarini yetishtirishda usta dehqon. Men yoshligimdan otam bilan birga meva sabzavot mahsulotlarini yetishtirish ishlari bilan ko'p shug'ullanganman. Keyinchalik qishloq xo'jaligida sohasida yetuk kadr bo'lishni xohlaganman. Kasbimga bo'lgan mehrim, ustozlarim sabab yanada ortib boryapti. Ularning ko'magi bilan har tomonlama mukammal o'rganishga harakat qilyapman. Muhtaram prezidentimiz tomonidan yurtimizda barcha sohalarga katta e'tibor berilmoqda. Xususan, ularning qishloq xo'jaligi tizimini takomillashtirishga qaratilgan islohotlarida faol ishtirok etish, davlat tomonidan xalq farovonligi yo'lida olib borayotgan jarayonlarda o'z kasbim orqali fuqarolik burchimni bajarish maqsadida davlat organi xodimi va davlat xizmatchisiga aylanishni maqsad qildim. Men kasbim bilan faxrlanaman. Olib borayotgan mehnat faoliyatim yurtimizning ravnaqi, farovonligi, xalqimiz farovonligi yo'lida muhim deb hisoblayman. Dunyoning rivojlangan davlatlari iqtisodiyotiga nazar tashlasak, ularda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hajmi, qayta ishlanishi va jahon bozoridagi o'rniga qarab iqtisodiy ko'rsatkichlarni yuqori ko'rishimiz mumkin. Jannat makon diyorimizda yetishtirilayotgan har bir mahsulot o'zining tabiiyligi, fitosanitar holati, tozaligi bilan dunyo bozorlarida talab ko'rsatkichi bo'yicha yuqori pog'onalarda turadi. Meva sabzavot mahsulotlarini jahon bozorlariga chiqishda yaqindan ko'mak berish, belgilangan xalqaro standartlarga muvofiqligini tekshirish, fitosanitar toza holda eksport qilinishini ta'minlashga hukumat tomonidan sohaga qo'yilgan vazifalarni muhim ahamiyat kasb etadi. Faoliyatda ko'proq xalqaro standartlar, xalqaro talablar asosida ishlaymiz. Eksport jarayoni bilan bir qatorda import qilinayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda ekish materiallarini nazorat qilish ham bizning vazifamiz sanaladi. Hukumatimiz tomonidan ishlab chiqilgan fitosanitar talablar bor. Ba'zida O'zbekiston Respublikasining fitosanitar talablarini buzish holatlari ham kuzatilib turadi. Respublikamiz hududi uchun fitosanitar xavfi yuqori bo'lgan mahsulotlarni noqonuniy yo'llar bilan olib kirishga urinish holatlari uchrab turadi. Shunday holatlarni aniqlash, qonunchilikda belgilangan tartibda chora-tadbirlarni amalga oshirish, huquqiy ta'sir choralarini ko'rish, chet davlatlardan kirib kelayotgan karantin ostidagi mahsulotlarning xavfsizligini o'rganish chegara maskan inspektorlarining vazifasi sanaladi. Chegara maskanlarida o'simliklar karantini inspektorlari bilan birgalikda kinolog mutaxassislar o'z ish faoliyatini olib boradi. Ularning asosiy vazifalari yuqorida ta'kidlab o'tilgan holatlarni oldini olishga qaratilgan. Yurtimiz fitosanitar holati tozaligini, xavfsizligini ta'minlash bizning burchimizdir. Bizning tashkilot respublikamiz hududini fitosanitar holatini barqarorligini ta'minlashdan tashqari, respublikamiz hududida yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini dunyo bozorlarida raqobatbardoshligini oshirish va yangi jahon bozorlariga kirish uchun fitosanitar ruxsatlarni olishda o'rni yuqori. Bu kabi harakatlar daladan bozorgacha bo'lgan zanjirni bog'laydi. Ya'ni dehqonlarimiz mahsulotlarni sifatli yetishtirishidan tortib, eksport yo'llarimizning dunyo bozorlariga sifatli mahsulotlarni yetkazib berish bo'yicha zanjirga tashkilotimizga belgilangan vakolatlar doirasida o'z xizmatini amalga oshiradi. Yurtboshimiz tomonidan 2025-yil 8-aprelda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 136-sonli qarori buning yaqqol misolidir. Mazkur qaror bo'yicha bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan
qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksporti yuqori ko'rsatkichlarga chiqishga erishilmoqda. Tadbirkorlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida FITO.uz avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali ularga yaqindan yordam berib kelinmoqda. Dastur orqali xalqaro namunadagi hujjatlar tez va sifatli rasmiylashtirish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, dehqonlarimiz uchun agroko'makchi mobilniy ilovasi ham mavjud. Bunda eksportbop mahsulotlarini yetishtirishda zararli organizmlarga qarshi kurashish bo'yicha batafsil ma'lumotlar bor va bundan tashqari fitosanitar davlat inspektorlarini chaqirish imkoniyatlari ham mavjud. Men sohaga qiziqqan va ishlash istagini bildirganlarga doim sadoqat bilan mehnat qilib, bilim va malakalarini oshirib, o'z kasblarining ustasi bo'lishini tavsiya etib boraman. Davlat xizmatchisi maqomiga ega bo'lish uchun har bir mutaxassisdan o'z kasbining fidoyisi bo'lish talab etiladi. Fidoyilik avvalo mehnatda, kuchli bilimda, odob axloqda namoyon bo'ladi. Bugungi kunda mutaxassis kadrlarni tanlashda shaffoflik, ochiqlik birinchi o'ringa qo'yilgan. Har bir fuqaroning dastlabki ishga kirayotgan sohasi bo'yicha bilimi, siyosiy va huquqiy qarashlari, erkin fikrlash hisobga olinadi. Tanlov jarayonini tashkil etish orqali har bir ishga kiruvchi nomzod individual o'rganiladi, maqsad va rejalari aniqlanadi. Suhbat orqali sohaga bo'lgan qiziqishi tahlil qilinadi. Bu jarayon o'z navbatida har bir fuqaroning o'z ustida ishlashi, bilim va ko'nikmalarini yanada oshirib borishga imkon beradi. Bugungi kunda soham bo'yicha magistratura bosqichida tahsil olyapman. Ilmiy ishim qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bag'ishlangan. Logistika markazlari bilan kengaytirilgan tartibda hamkorliklarni yo'lga qo'yish niyatlarim bor. Bundan tashqari, bizga berilgan imkoniyatlardan foydalanib, O'zbekiston Respublikasida yetishtirilayotgan barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini dunyo bozorlarida va jahon bozorlarida keng o'rin topishga o'z hissamni qo'shmoqchiman.